Dinozavrlarning hozirgi kungacha saqlanib qolgan vakillari bor desam ishonasizmi? Ishonmasangiz bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kungacha saqlanib qolgan dinozavrlarning avlodlariga bizdagi to'g'somonlar hamda timsohlar vakillari kiradi. Bu hayvonlar qadimdagi mavjud bo'lgan dinozavrlarning hozirgi vakillari hisoblanadi. Dinozavrlar aslida bular reptiliyalar sinfiga mansub bo'lgan bahaybat, qadimgi yirtqich va o'txo'r sudralib yuruvchilar hisoblanadi. Olimlarning aniqlashicha, qadimda yashagan dinozavrlar ichidagi eng katta dinozavr bu argentinozavr hisoblanib, uning bo'yining qulochi 30 metrni, uzunligi 50 metrni tashkil etadi. Og'irligi esa 80-100 tonnalarga borgan. Bunchalik katta hajmga ega bo'lishiga esa o'sha vaqtdagi qulay muhit va ozuqaning mo'l bo'lganligi sabab bo'ladi. Bu esa o'txo'r hayvon hisoblanadi. Hamda eng yirtqich bo'lgan dinozavrlardan esa eng qonxo'ri bu tiranozavr hisoblanib, uning qulochi 3-5 metrni, og'irligi esa 4-5 tonnani tashkil etadi. Va bulardan tashqari Triceratops deb nomlanuvchi 3 shoxli yirtqich dinozavrlarni hamda suvda yashovchi ulkan toshbaqalar ajdodi hisoblanmish Platyheliouslarni olishimiz mumkin.